O'rtoqlar, barchalarga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Retro Carsus loyihasi. O'zbekistondagi barcha retro mashinalarga kerak bo'lgan ehtiyot qismlari bor va biz o'zimizning mashinamizga ehtiyot qism sotib olish uchun keldik. Biz sotmoqchi bo'lgan narsalarning hammasini topdik. Tagida yozilgan Zavodskoy SSR degan emblemasi bor ekan. Hammamiz maza qilib ochgan eshigimizning ruchkasi bo'ladi. Bu ham Zavodskoy. Migalka deb o'ylamanglar, bu zadniy stop faralari, ya'ni orqa stop. Hozir qiziqib so'rasam, aytishdiki, Ikkinchi jahon urushi paytida Polsha Sovet ittifoq tuzumida bo'lgan ekan. O'shaning uchun ularda zavod bo'lgan ekan o'sha payt. Patvardigimizdan ham ko'rsanglar bo'ladi, Сделано в СССР deb yozilgan. Eng yoqqani bu VAZ-2101 Zavodskoy ruli yoqdi. O'shaning uchun mashinamizga qo'yilganda menimcha juda ham chiroyli tursa kerak. Hozirda ko'p haydovchilarimiz ishlatmaydigan narsa pavorotnik, bu ham Zavodskoy. Blisovkamizda tovarniy vid emas, zanglagan deb o'ylashingiz mumkin, lekin biz nimaga ahamiyat qilishga harakat qildik? Bu oblisovkada umuman qirilgan, urilgan joy yo'q ekan. Bizga 3 xil variantini ko'rsatishdi. Biz aynan shuni tanladik, chunki buni bemalol ustalarimiz polirovka qilib ideal holatga keltirish oladi. Biz asosan shu urilmagan, nyatinasi yo'q joyga qarashga ahamiyat qildik va bu ideal reshotkani topdik. Bu yerda hamma markalari oynani ustiga urilgan ekan. To'g'risi bunaqa fara topish bilmadim. Men ko'rmaganman. Zavodskoy balon ekan, ya'ni mana yilini ko'rishingiz mumkin, 79-yil ko'rilgan. To'g'risi bunaqa saqlangan va protektorlarni ham ko'rishingiz mumkin. Bilmayman yana nima deyish kerak bu balonlarga. Biz bilan birga bo'lib qo'llab-quvvatlab turinglar.